Bag'dod zamin asali nafaqat tuman viloyatda, balki mintaqamizda ham yetakchilik qiladi. Asalari boqish va asal yetishtirishda uzoq tajribalarga ega bo'lgan haqiqiy mutaxassislar ishlaydi. Markazda barcha sharoitlar mavjud bo'lib, sizni xohishingiz albatta bajariladi. Markazda 20 xildan ortiq asal turlari bo'lib, toza va kafolatlangan asallar bor. Tog' va o'rmon asallari, hatto qandli diabetdan aziyat chekayotgan insonlar uchun grechka asallari bor. Donik asallar, mahalliy hamyonbop, yantoq va paxta asallari mavjud. Oshqozon ichak kasalliklari dori bo'ladigan propolislar, immunitetni ko'taradigan gulchanglar, hatto ona ari suti ham bor. Asal yetishtirishda va ari boqishda zarur bo'ladigan barcha anjomlar, dori-darmonlar bo'lib, sizga beminnat maslahat va amaliy yordamlarni ko'rsatishadi. Barcha kasalliklarga va yetishtirishda kerak bo'ladigan asob anjomlarni bu joyda topishingiz mumkin. Ishonasizmi? Hatto markazda bepoyon Rossiya va Qozog'iston o'rmonlarida arilarini boqib, haqiqiy shifobaxsh toza asal bilan sizlarni xizmatingizga tayyor. Kafolatlangan va qadoqlangan toza asallar markazda chakana va ko'tara savdolar mavjud. Manzilni aytmabman. Bag'dod Yangiqo'rg'on yo'lining Uchuy, Yozyovon, Andijon qayrilishidan Bag'dod tarafga 500 qadam yursangiz, shifobaxsh asallar sizlar uchun muntazir. Bag'dod zamin asaliga marhamat. Hech kim kasal bo'lmasin. Shiorimiz davolanish uchun emas, kasal bo'lmaslik uchun asal yeng. Bag'dod zamin asaliga marhamat.